Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa yana bir darvozamizni o'zimiz Farg'onani u yangi O'zbekiston degan tumaniga olib keldik. Yangi Yaypan deydi aka bo'ladi. O'zbekiston tumani Yaypan shahrida. Yangi O'zbekiston tumani Yaypan shahri. Shu joyga olib keldik. Xudo xolasa ko'rishlaring mumkin. O'sha high-tech darvozamiz bilan o'sha Dubayskiy darvozamiz gibrid variant, pechat varianti. Bu darvozamizga o'sha ketgan materiallar, detallar haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Barcha ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Endi darvozamizni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Darvozamizga ishlatilgan materiallar bir qator tanishtiradigan bo'lsak, o'sha yondorlarimiz 10/5 1.5 stenkadan bo'lgan, taglarimiz ullik shevellerdan bo'lgan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana aylantirib polni pluntus qo'yganmiz. Ichkari ko'rinmasligi uchun tepalarigacha aylantirib pluntus qo'yganmiz. Hop, oltiga to'rlarimiz mana admanka holatda tushgan divayno bo'lib, bu darvozamiz oltiga to'r 1.3 stenkada bo'lgan. Listlarimiz ham 1.3 stenkada bo'lgan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, nerjenkalar bilan polni matviy holatda chiqqan darvozamiz. Ruchkalarni ham mana 4ga 2 dan chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Hop, zamovlar, afix zamovlar qo'yib berganmiz. Endi orqa tomonlarni ham bir qator ko'ramiz. Orqa tomoni mana shu ko'rinishda bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Hop, ruchnoy sentr zamov qilib beramiz. Darvozamiz mana orqa tomoniga mayin qilib berma tekis sepilgan. Ko'pchilik orqa tomonni so'raydi. Orqasi qanaqa bo'ladi, tekismi? Yo'q, orqa tomoni shu holatda, shu ko'rinishda bo'ladi darvozamizni. Ko'rishlaring mumkin. O'sha orqasidan shu pechat bosma deyilgandan keyin stanovda bosgandan keyin faqat figurasi chiqadi. Shu ko'rinishi bo'ladi. Endi buni tekis qilib ber deydigan bo'lsalar, orqasidan darvozani vibraga o'tirgizib, tekis list bosib beramiz. Divayno bo'ladi. Unda 2 qavatli shumkali qilib beramiz. Uni ham xudo xolasa kelishtirib qilib beraveramiz. Aloqa chiqib ko'rasizlar. Orqa tomoni shu ko'rinishda bo'ladi darvozamiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu nerjenkalarimizni shu hop matrisi bor, glansiy bor, o'sha yaltiroqlari bor, hammasidan bor vibrlar. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa qaysi vibrda desalar, o'sha vibrda qilib beraveramiz. Hop, bez nerjenkaga keladigan bo'lsak, buni summasini aytib o'tmadim. O'sha oldingi videomizda o'sha Ramazoncha xudo xolasa chiroyli qilib aksiya qilib o'sha kvadratini 650 ming so'mdan deb chiqarib qo'yamiz. Xudo xolasa mana Ramazon bilan 15 kun ham o'tdi, yana 15 kun xudo xolasa shu kvadratni 1 metr kvadratini 650 ming so'mda shu vodiy bo'ylab dostavka ustanovkalari bor. Boshqa tomonlarga kelishuv asosida dostavkalarimiz. 1 kvadrat metr o'sha aytilgan detallarim shu 650 ming so'mdan qilib beraman. Agar nerjenka holati yo'q bo'ladigan bo'lsa, bez nerjenka bo'ladigan bo'lsa, darvozamiz kvadrati 600 ming so'mdan. Agar nerjenka menga shart emas, shu ko'rinishda qilib bering deydigan bo'lsangiz, 1 kvadratini 600 ming so'mdan qilib beraveramiz. Shunda ham narxi baland deydiganlarga, misol uchun listlarimizda shu o'rtacha variantlari ham bor. 1.3 emas, o'rtacha 1.1 variantlari ham bor. U holatda 550 ming so'mdan qilib beraveramiz. O'rtacha variantda profillari 1.1 bo'ladi, 1.3 emas. Hop, listlarimiz ham o'rtacha 1.1 stenkada bo'ladi, bez nerjenka bo'ladi. Shunda 550 ming so'mdan qilib beraveramiz vodiy bo'ylab. Shu eng qalindi full variantda mana shu kvadratda o'sha 650 ming so'mdan dostavka ustanovka bor vodiy bo'ylab. Aloqa chiqib ko'rasizlar. 93 kodi bilan 403 66 nomer raqamga aloqa chiqsalar, albatta o'zim boraman, o'zim borib o'lchamlarni olaman, avt kelib o'zim ustanovkalarni qilib beraman. Ismim Sardor, shu ish faoliyati bilan faqat 10 yildan shug'ullanamiz. Aloqa chiqsalar, leboy vibrlaringni qilib beraveramiz. Shu 450 ming so'mdan boshlab 1 kvadrat metrimiz 3 milliongacha vibr bor bizda. Telegramdan yozsalar vibrlar tashlab beradi. Narx-navosini kelishamiz. Ma'qul kelsa lokatsiya tashlab berasizlar, borib o'lchamlarni olamiz. Joy bo'lmasa o'zlaring kelasizlar, joyda zakaz berishlaringiz mumkin. Do'stlar, darvozamiz yoqqan bo'lsa bitta like tugmachalarini bosib qo'yasizlar. Kanalimizda doim muntazam ish jarayonlarini kuzatib boraman desalar, shu obuna tugmachalarini bosib qo'ysalar, doim videolarimizni muntazam ko'rib borasizlar. Kimgadir qanaqadir darvoza ma'qul kelib qolsa aloqa qilsalar, xudo xolasa ishlaringni bitiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.